Qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Demak, rasmga e'tibor bersak, to'xtash taqiqlangan belgisi uning tagida qo'shimcha axborot belgisi bilan nogiron haydovchilar bu belgidan mustasno, ya'ni to'xtashi mumkin, ruxsat etiladi degan tarzda belgi o'rnatilgan. Demak, bu yerda to'g'ri javob nogiron taniqlik belgisi bo'lgan sariq avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javob F4. Qaysi yo'naltirishlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, rasmga e'tibor bersak, buyuruvchi belgi o'rnatilgan, ya'ni to'g'riga harakatlanishni buyurib turibdi. Demak, biz bu belgida A va G yo'nalishi bo'ylab harakatlanib bilamiz. Demak, to'g'ri javob faqat A va G yo'nalishi bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi. To'g'ri javob F4. Tibbiyot qutisasi va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, transport vositasida tibbiyot qutisasi va o't o'chirgichi bo'lmagan transport vositasidan biz foydalanib bilmaymiz. Demak, foydalanish taqiqlanadi barcha yuqoridagi ko'rsatilgan toifalar bo'yicha. Ya'ni M1, M2, M3, M1 demak, marshrutlar, masalan, yo'lovchilarni qatnaydigan transport vositasi bo'lsin, yuk avtomobillari bo'lsin, undan foydalanish taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob barcha yuqoridagi ko'rsatilgan toifalardan foydalanish taqiqlanadi. To'g'ri javob F4. Chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Demak, rasmga e'tibor bersak, teng ahamiyatli bo'lgan chorraha, ya'ni tartibga solinmagan chorraha bu yerda 10 qo'l qoidasi bo'ladi. Demak, bu yerda birinchi yashil avtomobili harakatlanadi, ya'ni birinchi bo'lib o'tadi. Demak, to'g'ri javob F4. Harakatlanish taqiqlanadi. Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga soluvchi bu ishorasida ko'k, yashil va oq avtomobillarga harakatlanish taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha. Demak, bu yerda svetoforning bu ishorasida avtobus va yengil avtomobilga harakatlanishga ruxsat berib turibdi, tramvayga harakatlanish taqiqlanadi. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Ya'ni avtobus va yengil avtomobil o'tadi. To'g'ri javob F1. Ya'ni avtomobil va avtobus haydovchilari o'tadi. Shu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. To'g'ri javob F1. Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarish kerak? Demak, transport vositasini boshqarishdan oldin, ya'ni harakatlanish boshlanishi xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. To'g'ri javob F2. Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qanday tashish kerak? Demak, ko'krak sohasi shikastlangan, ya'ni umurtqa pog'onasini bu holatda qattiq taxtada orqasi bilan yotgan holatda tashish kerak. Demak, to'g'ri javob F1. Bunday taniqlik belgi bilan belgilanadigan transport vositasi uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositalari. Demak, to'g'ri javob F2. Yoqilgan zarg'avloq rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqchasi harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Imtiyoz bermaydi. Chunki shu yonib turgan sariq rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqchasi bu ogohlantiruvchi, ya'ni asosan u xavfli yuk avtomobillar, ya'ni xavfli yuk qatnaydigan transport vositalariga o'rnatiladi. Ya'ni ogohlantirish tarzida. Bu
Harakatlanish uchun imtiyoz bermaydi, ya'ni ustunlik bermaydi. To'g'ri javob F2. Yo'q. Quyidagi belgilar qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beradi? Demak, rasmga e'tibor bersak, ya'ni kirib borish taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan. Demak, biz bu yerda to'g'riga, o'ngga va qayrilib olishga ruxsat beriladi. Ya'ni bu holatda avtomobilga. Demak, bu holatda avtomobil to'g'riga va o'ngga va qayrilib olishga ruxsat beriladi. To'g'ri javob F4. Mazkur chiziq nima haqda ogohlantiradi? Stop chizig'i. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchining to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligini bildiradi. Ya'ni ogohlantiradi. Demak, to'g'ri javob F2. Avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi. Avtomagistrallarda to'xtash, ya'ni to'xtab turish joyi yoki dam olish joyi belgilangan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash, orqaga harakatlanish, qayrilib olish va ajratuvchi mintaqani texnologik uzilish joylariga kirish. Demak, bu yerda yuqoridagi barcha holatlar to'g'ri. To'g'ri javob F4. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Demak, tartibga soluvchining bu ishorasida yengil avtomobilga, ya'ni yengil oq avtomobilga, ya'ni Nexia'ga barcha yo'nalishlarga harakatlanishga ruxsat beriladi. Tartibga soluvchining bu ishorasida demak, mototsiklga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi. Avtobus va yuk avtomobillariga harakatlanish taqiqlanadi. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega desa, bu yerda yengil avtomobil haydovchisi desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob F3. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha bu yerda yengil avtomobilga svetoforning yashil ishorasi yonib turibdi. Tramvay haydovchisiga qizil yonib turibdi. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak desa, tramvay haydovchisi deb belgilasak bo'ladi. To'g'ri javob F2. Transport vositasini orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Harakatni boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasligini, harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa, boshqa shaxslar yordamidan foydalanishi kerak. Demak, to'g'ri javob F1. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomonga chiqish qachon taqiqlanadi? Demak, ikki tomonlama harakat qarama-qarshi yo'nalishda transport oqimlari ikkita uzluksiz chiziq bilan ajratilgan to'rtta holatda, keyin ikki tomonlama harakati to'rtta yoki undan ko'p tasmali yo'llarda. Demak, yuqoridagi barcha holatlarda desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob F3. Qaysi holatda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlanadi? Qaysi holatda? Uzatma ulangan holatda. To'g'ri javob F1. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Qaysi shartlarda? Demak, variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, gidravlik tormoz tizimidan suyuqlik oqayotgan bo'lsa, keyingisi ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan bo'lsa, keyin uchinchi variantni ko'rsak, kompressor va pnevmatik tormoz tizimida o'rnatilgan bosimni ta'minlay olmagan holatda. Demak, variantlarni ko'rib chiqdik. Demak, ko'rsatilgan barcha holatlarda, agar ko'rsatilgan barcha holatlar transport vositasida bo'lsa, undan foydalanish taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob F4. Demak, hozircha shular.
Agar video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.